Assalomu alaykum. Anglayotganlar Qashqar Uyg'ur nashriyati 2003-yili 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq Edir. Avtori Muhammad Osman. 12-bob. Oxirgi qaror. Yig'ilish tugab, buzg'anlar uyiga, qolganlar tatliq uyquga ketdi. To'xti nimishqidir tong atqucha zodila uxlayolmadi. U tunigundan boshlab burunqidek xolgan yerga berib, nima xiyolga kelsa, shuni qiladigan to'xti emas, balki yuzlagan, minglagan, hatto 10 ming, 100 minglagan xalqning hayot mamotiga mas'ul bo'ladigan odamga aylangan edi. Qo'zg'alonning cho'ng yong'in yoki kalkunga o'xshash dahshatli hodisa ekanligini, nimalarning kulini ko'kka so'rib, nimalarni yer bilan yakson qildiganligini tasavvurga sig'dirg'ili bo'lmaydiganligini obdan biladi. Shunga o'ylagan siri shuncha qo'rqinch bosgandek bo'ladi. Ko'z oldidan qonga milangan jasadlar neri ketmaydi. Yig'izor, nola faryodlar quliqida jaranglaydi. Uning esiga birdilla zindon hayoti, nimjon mahbuslar, azob qiynoqlar keldida, vujudida g'ayrat, ishonch paydo bo'lib, qalbidagi g'azab o'ti lavildashqa, shijoati mavj urib, dengizdek to'lqinlanishga boshladi. Xiyol yelkini, hayot kemisini mayak tomon ilgirlatdi. Uning oldidagi eng muhim masalalarning biri qachon qo'zg'alish, yana biri zolimlarga qandoq taqobil turish edi. Uningcha bo'lganda buni qaytadan maslahatlashmasa hargiz bo'lmaydi. Tong etib bomdod namozdan keyin noshtig'icha oraliqda yana talash tartish bo'ldi. To'xti Manju birinchi bo'lib so'z oldi. Birodarlar, bugun ikki masalani bekitib olaylik. Oldi bilan qo'zg'olonni qachon boshlaymiz degan masalani qarorlashtirsak deyman. Buningda shuni nazarga olish zarurki, hozir 11-oyga 28. Demak, 2 kun o'tsa 12-ga kirdi. Tayyorlik teqib bitmadi. Agar sovuq tushib ketsa, jangni o'yda o'ltirib qilamizmi? Qo'zg'olonchi qo'shin butunlay namratlardan tarkib topgan. Qahrdan qishda tala-tuzlarda yetib, bardoshlik bermak qiyin. Shunga qishning chiqishini kutish to'g'ri keladi. Undaqda zodi qachon, qaysi kuni qo'zg'alamiz? Buni oydinlashtirib olgandan keyin ikkinchi masalaga o'tamiz. Qani, bir-birlab fikr bayon qilaylik. Kichik Axunka, gapim to'g'rimi? Meningcha, dedi kichik Axun. Ramazondan keyin boshlasak-mikin? Ramazon qachon? So'radi To'xti. Kichik Axun barmoqlarini pukib sanab javob berdi. 4-oy. Bu chaqda sovuq bo'shaydi. Yilin kiyim bilan sirtda yotsa to'nglab qolmaydi. To'ng erib, iriq o'stanlarga suv keladi. Turmush qulaylik bo'ladi. Shundoq bekitayli. Hasan Turk ovoz qo'shdi. Darvaqa yuqorqi ikki masala nihoyatda muhim o'rinda turdi. Shundoq qilib 4-oyda qo'zg'alish qarorlashtirildi. To'xti yana bir masalani o'ttirga qo'ydi. Ramazondan keyin qo'zg'alishni bekitdik. Endi kunmo oydan bo'lib ketsin. Ro'ziyatning 15-kuni bo'lsin. Bu chaqda oy to'lib, sutdek oydan bo'ladi. Xili yiroqdagi odamning qo'lida nima borligini bilmak oson. Odamlarimizning hammasida miltiq bo'lishi notayin. Oydinda qo'rqqanga qo'sh ko'rinibdi deb, qo'zg'olonchilarning hayvisidan cho'chib uyg'onib ketganlar, odamlarimizning qo'lidagi tayoq kaltaklarni miltiqqa o'xshatib qilib, shijoati yimiriladi. Yana bir jihatdan odamlarning ko'pligini farq etalaydi. Agar qorong'uda qo'zg'alib qolsak, tarbiyalanmagan qo'shinimiz o'qning ovozini anglabla patparaq bo'lib, osonla qo'lga tushimiz. Qandoq dedim? Kichik Axun o'z muhokamasidan mamnun bo'lgandek atrofiga qarab qo'ydi. Bu plan bo'ladi ekan. Siz chiqqandoq To'xti Hasan Turkka tikildi. Shundoq bo'lsin. Meningcha qo'zg'olonning konkret vaqtini Ro'ziyatning 15-kuni yarim kechaga bekitaylik. Qarshi fikr bo'lmasa, qo'linglarni ko'taringlar. Shundoq qilib, qo'zg'olonni 1857-yili 4-oyda boshlashdan iborat birinchi masala qarorlashtirildi. Ikkinchi masala, dedi To'xti. Bizda qurol oz. Yani kelib shu ozgina qurolning hammasi
qora miltiq. Uning ustiga odamlarimiz tarbiyalanmagan. Son jihatdan ko'p emas. Yomon yeri bizni xalq tonimaydi. Xalqni o'zimizga moyil qila olmasak, mag'lubiyat kutadi xolos. Agar Qashqar xalqi bizga 1847-yili atiyazda Katta to'ra boshchiligidagi 7 xo'ja yig'iliqida Katta to'ra toki qo'rg'onni olganga qadar shahar darvozasini ochib bermagandek pozitsiya tutsa qanday qilamiz? Shuning uchun qo'zg'alan g'alabasini qo'lga keltirishda Qashqar aholisining ishonchiga erishishimiz hammadan muhim. Biroq bu undaq osonga to'xtaydigan ish emas. Buning chorasi ularning ko'nglidagi bir odamni ko'tarib chiqib, shuningdan foydalanishdir. Birdam jimjitlik hukm surdi. Ilgirimi bir navbat kichik Axun bilan Hasan Turk talashib birlikka kelolmagan bu ishda Ahu bilanla birlikka kelish o'ng'ay to'xtamaydi. To'xta Manjuning bu masalani alohida muzokaraga qo'yishi hozir Hasan Turkka ashundoq bir odamning bo'lishi zarurligini tonutdi. Kichik Axun bo'lsa, burundan o'ylab kelgani bilan kimdan foydalanishni bilolmay kelavatadi. Bir pas davomlashgan sukutdan keyin Hasan Turk ig'iz ochdi. Biz burunmi bu ish ustida talashib birlikka kelolmagan edik. Gapning rostini desam, mening zodila qo'shlig'im yo'q edi. Endi o'ylasam, shundoq qilmaymi bo'lmaydi ekan. Xurofotlik iskanchisidagi 6 shaharda beshiga salla o'rib olib, tersini ta'tir so'ysimi jannatga kirgizib qo'ydigan bo'ldi deb jim yetib berdi. Qashqar aholilariga texmo gap to'g'ri kelmaydi. Buningga xo'jalarning vahshiyona qilmishi misol bo'la oladi. Yerlik mo'tvarlarimiz payg'ambar avlodi degan fatvoni ko'tarib chiqib, aqlga sig'maydigan afsonalarni ularning karomati deb mubolag'a qiladi. Appa xo'janing ko'p turlishi bilan isbotlaydi. Amaliyotda bizni gadoylikqa undab o'zlari bo'lonchilik orqali mol dunyo to'playdi. Yerlik amaldor va o'limalar haqida ig'iz echish mumkin emas. Ko'p o'ylandim. Agar ijtimoiy hurmati cho'ng birarsining nomidan foydalanish to'g'ri kelsa, payg'ambar avlodi deyilganlardan Jahongir xo'janing yolg'iz o'g'li Buzrukxon to'rini taklif qilsaqmikin deyman. Anglashimcha Valixonmi Buzrukxonning nomidan foydalanarmish. Buzrukxon to'ra mehribon, muloyim bo'lg'achqa o'zining yaxshi fazilati bilan yuqori obro'yga egamish. Qashqar xalqi Buzrukxonning ayti chiqsa, go'yo Nushirvandek ta'riflashidi ekan. Kichik Axun Hasan Turk bilan ilgari qilishgan talash tartishlardan keyin ko'p o'ylanib, Hasan Turkning deganlarimi ehtimoldan yiroq emaskan degan yerga kelgan edi. Shundaqdimi el jamoat e'tirof qiladigan biror obro'li kishining nomi bilan maydonga chiqqanda xalqning qo'llashiga erishgili dushmanni yetim qoldirg'ili bo'ladiganligini o'yladi. Bu ish ustida beshi qetib qandoq qilishni bilmay turganda To'xta Manjumu bu ishni o'ttirg'a qo'ydi. Kichik Axun Hasan Turkning gapi tugagandan keyin aytdi: "Men qarshini deb baqay. Biz ilgirimi bu haqda bir navbat talash tartish qilib, birlikka kelolmagan edik. Darvaqa bizni hech kim tonimagan, niyat iqbolimizni tushunmagan ahvol ostida ta'sir kuchi bor biror nom bilan o'ttirg'a chiqib, ommaning hissdoshligini qo'lga keltirmay amal yo'q. Menmu Hasanjonning qarashlariga qo'shilaman." To'xta Manju yosh jihatdan ikkisidan kichik bo'lsa-mu, bilim jihatda ustun edi. U ustozi ham xo'jayini Chang Shansangdan ko'p narsalarni o'rganib olgan bo'lib, Xanzucha tarixiy kitoblarni qiziqib o'qiydi. Uning qarashicha Buzrukxon navbatdagi qo'zg'olonda foydalanishga bo'ladigan eng muvofiq shaxs edi. Buzrukxonning bovisi Samsa xo'ja, otasi Jahongir xo'jalar 6 shahar xalqiga obdan muomalada bo'lganlar bo'lib, har millat xalqini barobar ko'rgachga, xalq faqat zolimlar ustidanla isyon ko'taradi. Otasi Jahongir xo'ja 1826-yili 6 shaharga bostirib kelganda, fuqarolarni qoqti-so'qti qilib zar qaqshatgan Qashqarning Qumulluq begini shariat bo'yicha o'limga buyurgan edi. U mo'tadil siyosat yurgizib, Qashqarning yerlik begidan boshqa hamma beglarning aslidagi vazifalarini saqlab qilib, Ching paraslarni
o'ziga moyil qilish bilan fuqarolarning hissdoshligiga erishgan. Yangisar, Yakan, Xotan qatorliq shaharlardagi fuqarolarmu Jahongir Xo'janing Qashqarni olganlik xabarini anglabla tushdan qo'zg'olon ko'tarib, Jahongir Xo'jani qo'llaganlikdan Said Jahongir Sultan deb nom olgan edi. Jahongir Xo'ja 1827-yili 2-oyda Qing sulolasi qo'shinlari bilan bo'lgan jangda yengilib, asir sifatida Beyjingga opirilganda, orda ulug'lari Jahongir Xo'ja qo'zg'olonining ko'tarilishiga o'zlarining 6 shahar xalqiga solgan zulmlari sabab bo'lganligini Xon Jahongir Xo'jani so'roq qilganda bilib qilib, o'zlarining jazolanishidan ansirab, Jahongir Xo'jaga o'g'a berib, gap qilolmas holga keltirib qo'ymagan bo'lsa edi, xon uni o'limga buyurib, badanlarini qamtalash qilib, itqa tashlab bermagan bo'ladi. Aksicha 1826-yil 6-oylarda yuz bergan Qing sulolasi qo'shinlari bilan bo'lgan 70 kunlik jangda Qashqar Gulbog' qo'rg'onidagilar taslim bo'lib, Qing sulolasi hukumatining bu yerdagi yuqori darajalik amaldorlarining o'lib olishi va 8-10 ming chirik ichidagi 400 tungan va islom diniga bay'at qilgan bir turkum odamdan boshqa hammasining o'ltirilishi, o'ziga ortilishi, balki yo'shirincha zulm yurgizgan o'rta amaldorlaridan natisi Jahongir Xo'jaga o'xshashla g'aljir ishlarga to'ma bo'lishi mumkin edi. Mana bu ta'sirlik tarixni xalq ommasi nihoyatda aniq biladi. Jahongir Xo'janing o'g'li Buzrukxon xalqqa yuz kelolmaydigan biror ish keltirib chiqarmadi. Uning xarakteridagi qisman ojizlik va qobiliyatsizligini nazardan saqit qilganda, oliy janobligi va mehribonligi bilan xalq ichida donq chiqarib, yuksak obro'ga erishgan edi. Agar bu qo'zg'olon uning nomidan foydalanilsa, 6 shahar xalqi o'zligidan qo'zg'olonga qatnashishi mumkin edi. Shunga To'xti ikki birodarning qarshiga qo'shilgan bo'lsa-mu, umid cho'ng emas edi. Agar u taklifni qabul qilmasa, yanada tavakkulisiga ish ilib bormay bo'lmaydi. To'xtimu Hasan Turk bilan kichik oxunlarning fikriga qo'shilib ifoda bildirdi. "Men-mu qo'shilaman. Shundoq bekitoq emasa, ammo uning qishiga kim boradi?" "Men boray", dedi kichik oxun birdamlik sukutdan keyin. "Yana o'ylanayli." To'xti kichik oxunning berishiga qo'shilmagandek pozitsiyada Hasan Turkka qaradi. "Meningcha", Hasan Turk darhol ifoda bildirdi. "Rahimjon borsin. Uning hozircha vazifasi yo'q. Yana bir jihatdan cho'ng karvon bilan necha qatam qatnag'achqa ahvollarni besh qo'ldek biladi. Uning ustiga necha yil shu tarafda turibdi. Bo'pti amsa, Rahimjon akam o'zi nim deydi anglab boqayli. Siz chiqqandoq?" To'xti kichik oxunga qaradi. "Shundoq bo'lsin. Aka, qani siz bu yoqqa kiring." Rahimjon kirdi. "Bu yoqqa keling." To'xti yenidan o'rin ko'rsatdi. "Sizga hojatimiz tushib qoldi. Qani anglab boqay. Qo'limdan keldiganlar ish bo'lsa, mana men tayyor." To'xti udulla aytdi. "Sizni Qo'qandga berib kelsa deyishdiq. Nima vajidan? Buzrukxon bilan ko'rishib kelasiz. Turar joyi nadikin? Bilmaymiz." "Bo'pti. Buning qaroriyati chog'liq. Topolmasam, Valixon to'ram bilmay qolmaydi. Yo'qlab o'tgach uningdan so'rarman. Qachon yo'lga chiqaman? Bugunla Qashqarga kirib, sarayvanlar bilan ko'rishing. Ishlab yurib izlashga to'g'ri keladi. Bo'lmasa chandurib qo'ymiz. Uning ustiga beradigan rasxutmo ko'p emas. Qani, kichik oxunka, iliqi qoral oldigan kumushdan oz to'la ayirib bering. Sizlarcha yana nima ishlar qoldi?" To'xti ikkalanga qaradi. "Rahimjon planimizni aniq bilishi kerak. Buzrukxon taklifimizni qabul qilib, va'da bermigicha sir bermasin. Namdor azotlar so'zidan yonmaydi. U va'da berib bo'lgandan keyin planimizni bilsin. Uning yana qanday yaxshi plani bor. Rahimjon bilgach kelsin. Kelish vaqtini mo o'zi bekitsin. Hozircha boshqa gap yo'q", dedi Hasan Turk. Maqsad muddalar tugallanganda kun tushib bo'lgan edi. Rahimjon Hasan Turklar bilan Qashqarga mandi. Savurni hamroh qilib yo'lga chiqqan To'xti o'zining fayzavot
Dolan yoki Yakan diyorlaridan qaysiga berishni bilmaydi. U axir eng muhim ish qoral g'amlash ekanligini o'yladi. Hozirgi bar qorallar 40 dan oshmaydi. Yana setib uchun pul ketadi. Biroq buncha pul nada? Rayhon bergan 30 sar kumushga Changshansning bergan 20 sarni qo'shgan bilanmi ish bitmaydi. Jazman biror chora tepish lozim edi. To'xti ashunda chigish xiyollar ilkida ketayotganda Savur zerikishlik jimliqqa xotim berdi. Nega bormiz? Hozircha iniq emas. Ular untinsiz xili mang'andan keyin Savur titit bo'lib yana so'rdi. Desangiz-chu, nega bormiz? Hozircha Fayzvatga bormiz. Ondan keyin-chu, bilmayman. Nima uchun? Bizga pul bo'lsa bo'ladi. Qoral ilishqa pul ketadi. Lekin unchola pul nada? Qoralni yigitlar o'zlari hal qilsin. Hasan Turkdak o'g'irlapma? Shundoq qila olsa-ku bak yaxshi bo'ladi. Nima degan yurakli odam u? Ko'rgan odamning mo tini ayminadi ekan. Men mo dastlabda ko'ribla hayron qoldim. Meni demamsan? To'xtimi kulib ketdi. Shundoqmi qovul? Ustaxonliq odamlar bo'ldikina jahonda ishikdan kirib kelibdi. Yurkim yig'ib ketdi. Endi o'z gapimizga kelayli. Sinancha amal tepilarmi? Bu maslahatni Rayhonga solg'in. To'xti dal mushundaq javobga tashna edi. Chunki pul masalasida Rayhondan boshqasidan umid kutgili bo'lmaydi. Pul bo'lmasa qo'shinning intizomiga kepillik qilishmu tas edi. Tarbiya ko'rmagan qo'shin qo'rsqi ochganda oldiga uchirganni bo'lab talab yeb, xalqning nazaridan tushsa, mag'lubiyat ko'zga ko'rinibla turadi. Shundoq bo'lsin, lekinning kaynini yutib-atding-ku. Nim demoqchisan? So'radi Savur. Nima deyishimni bilolmayapman. Bilolmaydigan nimasi bor? Rayhonni izlasak izlayli. Ammo Fayzvat yoshlarni tashkillab qo'yib, ondan mansaqmikin deyman. Hiliqi Chanxua degan qiznimi ko'rgili bordigansan aqchan. Nadi gapni qilma. To'xti o'zini tutolmay kulib ketdi. Ammo yuzlari bo'ynigacha qizirib, uyilish tusini oldi. Bo'ldi, qo'rqma. Rayhon gulga demayman. Bo'ldila, chaqchiqani qo'y. Ikkisi o'zaro beqishib bir haza kulishdi. Rost gapni qil. Avval nag bormiz? Yakanga, dedi To'xti javob berib. Shu an uning ko'z oldida Rayhonning siymasi gavdlandi. Shirin orzular yelkini Yakanga tezroq yetib berib, Rayhonning go'zal jamolini ko'rish vujud kiyimini oldiratmoqda edi. Shunda qilib ular safar manzilini Yakanga bekitdi. 12-bob tugidi.